Ertalab soat 5:30 yaqin turganimda ko'cha qorong'u edi. Keyin tez ibodatlarimni qoldim va voniga qarasam, o'zi quyoshim chiqib bopdi. Keyin tez oshxonaga borib, o'zimga zavtraq tayyorlashni boshladim. O'zimiz sevimli avokadoli tostim, конечно же, tuxum bilan. Oldin shoh kofe damladim, ibodatman zavtrakam tayyor bo'ldi. Tezda такой mini get rezyuzmi qo'yamiz. Menda har doim birinchi makiyaj, outfit va undan keyin prichoska. Ibot tayyor bo'lgandan keyin men tez taksini chaqirib maktabga ketdim. Bugun shanba va bizda 4 soat edi va o'rtoqlarim bilan birgalikda hammamiz siniyda ekanmiz. Darsimiz tugagandan keyin biz o'zimiz plan qilgan maktabimizdan oldidagi embasiga bordik. O'ta tezda zakaz berib, keyin Zmartda borib o'zimiz sevimli ichimligini olib, keyin embasiga qaytib keldik. Ular novinkasi, ya'ni Korean burgerdan aytdik, просто 10 Ovqatdan bo'lgandan keyin esa biz, конечно же, o'ynab oldik. O'tdan chiqib biz ozgina aylanamiz deb tushimga bordik. Ham bitta joylar aylanib bo'lgandan keyin esa hammamiz uyimizga tarqaldik. Uyga borganimda faqatgina singlim bilan opam bor edi va opam keyinchalik ketdilar va men tezda uyga ubорка qilib oldim. Ubоркani qilib bo'lgandan keyin ozgina choy ichib oldim va undan keyin oymalardan kelishdi. Keyin esa spokойно, shoshilmasdan matematikdan berilgan darslarimni qildim. Darslarimni qilib bo'lgandan keyin bizning qo'shlarimiz прогулка chaqirishdi. Shuning uchun tezda tayyorlanib biz ko'chaga chiqib ketdik. Bugun biz marshrutimizni o'zgartirmoqchi deb C1ga ketdik. O'tga borgandan keyin yozda ice tea bo'lsa, kuzda esa tea bo'ladi deb tezda choy ham oldik. Undan keyin ozgina aylandik, bolachalar ovqatlandi va undan keyin yana aylanib uyga peshkom ketdik. Va shu bilan meni bir kunim ham tugadi. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, shu burger smayligini kommentariy yozib ketinglar. Всем пока.